qurbonligiga yaraydigan qo'y mandan sovg'a bo'ladi. Yangi yillarga shunaqa katta aksiyalar qilganmiz, endi uyat bo'lar hayit kuni ham aksiya qilmasak. Hayitga bag'ishlab har bitta loyihamga alohida aksiyalar tayinladik. Hamma ofisimizga borib, любой loyihamizda zo'r aksiyalardan foydalansanglar bo'ladi. Misol uchun, o'sha bitgan qo'yli loyihamda boshlang'ich to'lov to'lab qolganini bo'lib to'lash imkoniyatlarini yana qayta ochamiz. Ostona loyihamda boshlang'ich to'lov hozirgi kunda 30%, lekin o'sha hayit munosabati bilan 100 million to'lab, qolganini 2 yilgacha bo'lib to'lash imkoniyatini ochamiz. O'zi 1 yilga bormay bitadigan loyiha. Yoki 100% to'layman desa, kvadrat $960 dan yangi Toshkentga tushadigan xonadonlarni qilib beraman. O'rmon saroy loyihamda boshlang'ich 75-60 million edi, hozir 49 million qilib va bo'lib to'lashini 2 yil emas, 3 yilgacha yana qayta beramiz. Va mana men ko'rib turgan maketinglar, hali bu loyihani anonsini ham qilmaganman. Agar Qo'yludi ofisimizga tashrif buyursanglar, bu bo'yicha ham dahshat takliflarni beramiz. Katlavanda turgan loyiha hali boshlanmagan, savdosi ham mana sizlar kelsanglar, hayit arafasida xonadon xarid qilsanglar bo'ladi. Yana hayit uchun alohida любой loyihamdan 100% to'lovga xonadon xarid qilgan insonga qurbonligiga yaraydigan qo'y mandan sovg'a bo'ladi.